Qarang, ikkita sok berasiz, mana makaronlardan ham berasiz, qovun tarvuz berasiz, pomidor, bodring hammasi 2 kilo berasiz. Kartoshka bormi? Kartoshka bormi? Bor. Jon uka, 4 marta gapirding, tushunmadim. Men yozib beraqa. O'ldirib qo'ydi. Qayerdan o'ldirdi? Joyini ayt. Men o'lgan joyda turibdi. Daldan kelyapti, dalda. Dalda ekan, dalda. Ko'rding? Mana yonboshingni tur. Tepangni tushir. Pachinki deydi. Ko'rding? Nima deyapsan, ey? Nima berasiz? Qarang, bitta osh berasiz, 5 tekis berasiz, mant berasiz. Mantni ustida zelang kerak emas. Xo'p, bitta qatig'im qo'shib yuboring. Non, choy, salat ichida bo'lsin. Maylimi? Kola ham bering, 1,5 litrlik. Hozir. Qarang, yana qaytaryapman. Osh kerak, 5 tekis kerak, mant kerak. Mantni ustida zelang kerak emas. Qatig'i ichida bo'lsin, non, choy, salat ichida bo'lsin. Boya aytgandim, yozib oling, 1,5 litrlik kolani ham aytdim boya. Bor, menejer chaqir. Ukam, nima his qilyapsan? Sizga nima, yo'lingizda davom etib ketavering. Rahmingiz kelib endi so'rayapsiz, begona odamdan. Boring, ketavering. Aka gapiraver, eshitaman. Aka gapiryapman, aqbo qilyapsizmi? Yuragim ezilib ketdi. Hamma chayka deydi, tez gapiraman, bilaman. Nima qilay? Shunaqa yaratilganman-da. Nima qilay? Azoblanib dosh bilmayapman. O'zim o'ldirsam-ekan? Nima qilay? Gapirsang eshitamanmi? Ana aqbo qilyapsiz, men chayka emasman. Nima qilay? Alo, ha, ona, telefon qilsiz, tinchlang. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Gap so'zni ko'paytirma, tushundingmi? Alo, ona. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uyda yaxshimi? Onam aytgan qiz siz bo'lsangiz kerak, uchrashuvga chiqaman. Men o'sha bolaman. Turmush quramizmi? Ko'plar farzandlarimiz bo'ladi. Nima deysiz? Yigitingiz yo'qmi? Ha? Assalomu alaykum. Voy, bila. Sizga